Assalomu alaykum chorva ishqibozlari. Yana sizlar bilan Jamshidbek. Bugun ustozim Qobuljon aka bilan birga video qilishga qaror qildik. Assalomu alaykum hammaga. Jamshidbek ko'p savollar, odamlardan tushayotgan ko'p savollar, buzoqlar bo'yicha, ichki itar kasalligi, shu bo'yicha bir video qilib chiqaylik deb Murojaat qilishmadi, qilmoqda. iltimos qilishyapti. Endi hammani uyda hayvoni bor, qishloq sharoitida hayvon boqadi. Umuman hayvonni kattasini boqish oson, kichkina yosh hayvonlar bu chaqaloqdek gap. Uni asrab katta qilib olish ko'pchilikni qiyin masala bo'lib qoldi. Ko'pchilikni qiynayotgan shu ichki itar kasalligi, fan tilida shu oddiy aytganda yangi tug'ilgan hayvonlarda dispepsiya kasalligi haqida gaplashamiz bugun. Jamshidbek, bu kasallikni o'zingiz endi qanday sabablardan kelib chiqadi gap Xo'sh, bu ichki itar kasalligi bizni ko'proq holatlarda bozordan yangi olib kelingan sigir olamiz. Hamma baribir bozordan oladi yo kimdandir oladi yo qayerdan, undan qat'iy nazar biz joyi birinchidan o'zgartiryapmiz. Havo iqlimi o'zgaryapti. Keyin biz boqadigan sharoit, ratsion o'zgaryapti. Shulardan kelib chiqib bu organizmni fiziologik holatni buzyapmiz, qisqa qilib aytganda. Xo'sh, sigirni bozordan olib keldik. Qanaqa nima sharoit qilishimiz kerak degan savol qiynaydi. Menga ko'pchilik murojaat qiladi. Qobuljon akaga mana ko'pchilik aytar ekan, sigir olib keldim. Yo Qobuljon yo Jamshidbek, mana shunaqa buzog'im ichi ketib bo'lib qolyapti. Yo mana shunaqa bo'ldi, axlati rangi oq axlat qilyapti, yo sariq axlat qilyapti. Nima qilsam bo'ladi? Tezki sistema ulaylik degan narsalar bo'ladi. Shuni oldini olish uchun bu videoni qilishga majbur bo'ldik biz. Sizlarga manfaatli, foydali bo'lishi uchun. Bozordan sigir olib keldingiz, birinchi o'rinda hayvonni tozalab sog'ish kerak. Yilında sut qolmasligi kerak. Bolasini yengil idr qilasiz, tozalab sog'ib olishingiz kerak. Keyin bolasini ko'p emizish kerak emas birinchi olib kelinganda. Nomiga 5 daqiqa, 4 daqiqa emsa bo'ladi. Endi vaqtga olib tushuntiryapmiz sizlarga. Keyin kechki payt emiziladi-yu, o'shanda ham to'liq sog'ib olinib, qolgan sutda yelinda qolgan sut buzoqqa yetarli darajada bo'ladi. Ko'proq shu nima qilamiz biz? Buzoq olib kelamiz, bu o'zgarmayapti ekan, bu og'riq ekan, kechicha yemisin, tez o'zgarib ketsin degan maqsadda bitta so'rg'ichini olib qolamiz. Sigir bitta so'rg'ichini buzoqqa beramiz-da. Keyin buzog'imiz suti ko'p emadi-da. Avtomatik shoshib emadi. Och qolganning hisobiga. Och qolgan u savdogar buzoq qanaqa holatda olib chiqqan, qanaqa saqlagan, u to'g'risida ma'lumotimiz yo'q. Hayvonni boqish ratsioni o'zgaryapti-da. Boshqa insonga o'tgandan keyin avtomatik hamma odam har xil boqadi, har xil fikrlaydi-yu. Bu oddiy holat. Shu buzog'imizni to'g'ri oziqlantirishimiz kerak. Birinchi o'rinda o'zimizni, xullas qisqa qilib aytganda, o'zimizni holat, o'zimizni muhitga moslashtirishimiz kerak. O'zimizni xonadonimizga, sharoitimizga moslashtirishimiz kerak. Uning uchun noldan zinani birinchi qismidan chiqqandagi noldan buzoq moslashtirib olib borsak, maqsadga muvofiq bo'ladi. Biz buzoqni kasal qilib qo'ymaymiz, dispepsiya yoki boshqa kasalliklar bilan kasallantirib qo'ymaymiz. Uni oldini olgan bo'lamiz. Shunda agar bu amallarni qilmaydigan bo'lsangiz, buzoqni nobud qilib yoki buzog'ingiz shu kasallik, dispepsiya kasalligi bilan kasallanib tuzalgan taqdirda ham uning rivojlanishi kelajagiga ta'sir ko'rsatadi. U yaxshi o'smaydi, o'sishdan qolib ketadi. Shu kabi alomatlar bo'ladi-da. Shuning uchun iloji boricha kasalni davolagandan oldini olgan maqsadga muvofiqdir. Mana shu videoni sizlarga manfaatli bo'lishi uchun ustozim bilan birgalikda qilishga qaror qildik. Mana qildik. Xudo xolasa to'g'ri ratsion qilishimiz kerak, to'g'ri oziqlantirishimiz kerak. Buzog'imiz 1 litr, 2 litr, 3 litr sut emib bir kunda semirib qolmaydi. U sekin astalik bilan semirib o'zgaradi. Shu biz aytgan so'zlarni inobatga olib, o'zingizlarda qo'llaydigan bo'lsanglar, qaysidir inson yangi sigir olib kelib, nima qilishni bilmayotgan bo'lsa, shu
shu videoni ko'rib kerakli xulosa olishi mumkin. Nima deysiz, yana qanaqa qo'shimcha gaplar aytishimiz mumkin? Endi Jamshidbek qisqacha shu buzoqni yosh buzoqlarni yangi tug'ilgandagi hazm organlarini faoliyati, fiziologiyasi bilan bir tanishtirib o'tsangiz qisqacha. Buzoq sigirda 4 kamerali bo'ladi hazm organlari. Bunda buzog'imizda faqat bitta kamera ishlaydi. Sut emganligi uchun. Agar bu hashakka, dag'al ozuqaga yoki boshqa ozuqaga o'tadigan bo'lsa, keyingi kameralar ochiladi. Biz nima qilamiz? Buzog'ni oldik, och buzoq, tars emizib boramiz. Onasini tagiga qo'yamiz. Buzoq shoshilib emgan paytda sut kirmasligi kerak bo'lgan joyga sut kiradi. Ya'ni katta qoringa sut o'tib qoladi. Shoshilib tez, ko'p iste'mol qilganligi uchun sutni. Keyin sut o'sha katta qorinni achiydi, erta mikroflora buziladi. Chunki u dag'al ozuqa bilan oziqlanmaydi. Agar dag'al ozuqa bilan oziqlanganda edi, bu hech qanaqa buzoqqa salbiy ta'sir ko'rsatmasdi. Shunda buzoqda ichki ketdi bo'ladi, sutsizlanish bo'ladi, qovoqlar, ko'zlari ichga tortadi. Shunaqa belgilar bo'ladi-da. O'shani oldini olishimiz uchun buzoqni birinchi o'rinda och qoldirmasligimiz kerak. Bir xil me'yorda bir xil vaqtda sut berishimiz kerak, ya'ni emizdirishimiz kerak. Agar buzog'imiz ichki ketib qoladigan bo'lsa, dispepsiya bilan aksariyat holatlarda buzog'i qilgan axlatlar rangi birinchi kuni oq axlat qiladi, sut rangida bo'ladi, ko'kimtir rangda bo'ladi, hidi sassiq bo'ladi. Shundan bilib olishingiz mumkin, demak buzog'imda dispepsiya yoki ichki ketdi, otravleniya boshlanibdi degan narsa. Bunga ko'p odamlar sirasi antibiotik qo'llaydi. Bunga antibiotik qo'llamaslik kerak. Birinchi o'rinda buzog'iga sutni to'xtatish kerak. Demak, dispepsiyada antibiotik qo'llashi boshlanish davrida keragi yo'q. Keragi yo'q. Faqat och qoldirilsa, isitmasi demoqchisiz, buzoqda isitma bo'lmaydi. Yo'q, dispepsiyada isitma chiqmaydi. Naborot isitma tushish bo'ladi. U kasallik 2-3 davrlariga keladi. Yo normal holatda yo isitma pasayish bo'ladi. Kuzatiladi. Ko'proq suvsizlanish belgilari bilan namoyon bo'ladi. Ko'zi olmalari cho'kib ketgan, teri quruqlashgan, hayvon o'sha qorin tomoniga qarab ko'p holsiz holatda buzog'imiz ko'p yotadi. Charchash belgilari namoyon bo'ladi bunda. Turmasligi ham mumkin, gangraylash bo'ladi, nerv sistemasi ishdan chiqadi, toksin ajratib boradi. Agar bu dispepsiyani vaqtida davolab oldini olib qolmasak, o'sha toksin dispepsiyaga o'tib ketadi. Unda qiyin bo'ladi. Kechagi hayvon buzoqda davolash natijalari yaxshi amalga oshmaydi. Natija bermasligi ham mumkin. Shuning uchun sizlarga so'rab qolamiz. Buzoqlarni to'g'ri oziqlantiringlar. Buzoq oq ich qildimi, avtomatik sut to'xtatib, endi bizi tilda o'sha sut bermaslik kerak umuman. Qancha vaqt degan savol bor-da. Buzoq o'zi sutga talpinadi, axlatning rangi sarg'ayadi. Agar dispepsiyada e'tiborsiz bo'ladigan bo'lsangiz, oq ich qilyapti, buzoq emgiz kelmasa ham majburlab emizadigan bo'lsangiz, aniq kasallik 2-davrga o'tadi. Keyin unda buzog'imiz holati og'ir holatlarga tushib, qon bosimi tushib ketadi, organizmda kalsiy tanqisligi boshlanadi, yurak pulsi o'zgarib ketadi, temperatura tushib ketadi hayvonimizda, holsizlanish, cho'zilib yotib qoladi. Shu belgilar bo'lmasligi uchun buzog'i 4-6 soat, qaysidir holatlarda 12 soatlarga qadar yoki bir sutkalab sut bermaymiz. Xo'sh, sut bermaymiz, Jamshidbek sut berma deyapsan. Nima berishimiz kerak uni o'rniga degan savol tug'iladi kimdadir. Xo'sh, buzog'imizga sut bermayotgan paytimizda unga fiziologik eritma deydi bizning tilda. Bunga oddiy misol dog' suvi olasiz. Yarim litr dog' suv oldingiz, 500 ml. 500 yarim litr deylik. Yarim litr dog' suvga
bir qoshiq shakar, bir qoshiq tuz qo'shib regidron tayyorlashingiz mumkin. Shuni 3 mahal yarim litrdan bersangiz ham organizmni tuz bilan suvsizlanishi, tuz balansi tiklanadi. normaga keladi. Jamshidbek, endi bitta mana shu savol tug'ilib qoldi. Yangi tug'ilgan buzoqlar tug'ilgandan keyin onasini qancha vaqtda emizish ma'qul bo'ladi? To'g'ri savol berdilar va ham menga hozir soat 20 minut iloji boricha qancha vaqt tez emizsak, buzog'imiz shuncha immuniteti ko'tariladi, kerakli mineral moddalari oladi o'ziga, organizm hayot bilan kurashuvchanligi oshadi. Nafaqat dispepsiya, boshqa kasalliklar bilan kasallanish ham bartaraf qilinadi, rivojlanishi, o'sishi chiroyli davom etadi. Kelajagi yaxshiroq bo'ladi-da. Shu tezroq vaqtida chiroyli emizsak. Demak, vaqtida emizsa, onadan buzoq hayotga bo'lgan, hayotdagi turli xil tashqi muhitdagi mikroorganizmlar, boshqa kasalliklarga immunitetni onadan oladi. Shu uy suti orqali oladi. Yarim soat, 1 soat uzoq ichida. Endi bu dispepsiyani bo'lgan buzoqni davolash bo'yicha ham bir ma'lumot. Buzog'imiz dispepsiya bilan kasallandi, ya'ni oq ko'kimtir qanday axlat qildi, hidlik axlat qildi. Bunda nima qilishimiz kerak? Birinchi o'rinda sutni to'xtatishimiz kerak, emizmay qo'yishimiz kerak. Qisqa qilib aytganda, onasini tagida yuradigan bo'lsa ajratishimiz kerak. Aytib o'tganimdek regidron berish kerak. Keyin oddiy o'zimiz odam aptekada sotiladi, probiotiklardan foydalanishimiz kerak. Probiotiklarga nimalar kiradi? Bifidum Bactrum o'sha chaqaloqlarga beriladigan dori odam aptekada arzimagan pul turadi. Shundan bir donadan 3 mahal beriladi. Bunga qo'shimcha tartibda krion tabletkasi bor, bu ham odam aptekada bor. Bir donadan 3 mahal beriladi. Qachongacha beriladi degan savolga, axlatning rangi o'zgarib, sariq holatga keladi. Buzoq o'z fiziologik holatini tiklaydi, harakatlari jadal bo'ladi, onasini emishga talpinadi. Shu holatgacha beriladi. Qolgan ukollar, inyeksiyalar shart emas. Agar birlamchi boshlanish bo'ladigan bo'lsa, agar buzog'ingizda holsizlanish, keyingi belgilar, suzlanish, yo'qolishlari namoyon bo'ladigan bo'lsa, unda veterinar vrachga murojaat qilasiz. Ishtaha yo'qolgandan keyin u dorilarni foydasi bo'lmay qoladi. Yetmaydi kuchi. Jamshidbek aytgandek, shu inyeksiya qilishga to'g'ri keladi, ukol qilishga. Videomiz sizlarga tushunarli bo'ldi degan umiddamiz. Xo'sh, mana kelib chiqishi, sabablari hammasi to'g'risida gaplashib o'tdik. Mana ustozimga ham rahmat. Hozir biz ancha munozara qilib sizlarga chiqazganligimiz sababi bilimimizni to'g'ri yetkazib berish, bilim doiramizdan kelib chiqib gapiryapmiz. Videomiz davomida xato, kamchilik, nuqsonlar, har xil holatlar bo'lgan bo'lsa, sizlardan uzr kechirim so'raymiz. Videomiz manfaatli bo'lgan bo'lsa, yoqqan bo'lsa, kimgadir like bosinglar, obuna bo'linglar. Biz bundanda yaxshiroq videolar chiqarishga harakat qilamiz. Qo'ldan kelgancha hammalarga rahmat. Sog' bo'linglar.